Yo, lady bilan gentlemenlar, hammalarga assalom. Yangi salaban o'yin, bizneschani yomoni, udari bir qichig'i, uzi qarasidan qilamiz. Do'konimizni nima deb nomlaymiz? Do'konimizni kanishni bayram davom etadi. Bayram davom etadi degan do'kon dinozavrdan. Do'konni ochdi. Do'konimiz ashunday bo'sh. Yangi do'kon. Ha, to'g'ri. Keling. Hech nima yo'q ekan deysizmi? Hali ochmadik-ku. Mana close deb turibdi-ku. Sorry, very closed. Ashi, to'g'ri. Ochchi. Qo'y hammasini. Narx nech pul qilamiz? Nech pul? Boshqa do'konlarda $2.67 dan sotishyapti ekan. Biz nima qilamiz? Biz foydali ishlashimiz kerak. 10% ustiga qo'yib turib sotaman. Tamom. Endi ochil, openni bos. O'zim ham kart ochaman, 3 ta kart ochaman. Qani, qaramay turing-ey. Qani? Bismillah. Qimmat-qimmatlaridan tushsin. Berting. Hech qaysi birdan foyda yo'q. $1 foyda qildim. Cho'tta men zararga ishlayapman-da hozir. Cho'tta zararga ishlayapman-da. $5 karta chiqdi. $4. Vo mana. Mana jicha foyda desa bo'ladi. Jicha foyda, ko'p emas-da u. Bir normalniy karta chiqib ham bermayapti. $8. Mayli, xursandmiz bunga ham. Ha, to'g'ri. Uzr, qaramay qolibman-da. Do'konimiz yangida, men yangi sotuvchiman. Ahmad. Nimaga arzimaydi? Opa keling. Nimcha go'zalsiz. Meni o'gay opam bo'lasizmi? Ha? Cho'tta boyga ham o'xshayapsiz-da siz. Siz hammasini yig'ishtirib oldingiz-ay. Yana keling. Yo, $52 sovg'a qilibdi. Savdo qilibdi. Qarang, ko'p sovg'a qilganingizga men tillarimdan bitta sep chiqib ketib qolyapti. Voy. Ha, bunga men ko'p beraveray deb qoldim. $7 qaytishim kerak ekan. Tentak. Opam deb $50 qaytaveray deb bana. Uzr lekin oling opa. Rahmat. Endi omadda yangi kartalar, yaxshi qimmat kartalar chiqib qolsa deyman-da. $9 dan qancha foyda qilamiz? Bir tiyin foyda qilamiz. Omad bizga tupurib qo'ygan joyi bor. Bu tetramonmi, tetrasklemmi bilmayman ey. $5. Vo, bitta $5 karta chiqdi. Bu ham yomon emas. $3 karta chiqdi. Baribir foydada emasmiz. Opa keling.